Biz oldindan bu yerda jinoyat borligini bilardik. Nima? Ammo menga tergov sirini ochmaslik buyurilgandi. Demak, siz boshidan bilgan ekansiz. Yaqin 1-2 kunda hammasi fosh bo'ladi. Sherzod aka haqida nima bilasiz? Ekspertiza xulosalari chiqsa bo'ldi. Biz bu ishlar ortida kim turganini bilib olamiz. Hozir sen hech narsa qilma. Buni ham hech kimga aytma. Hatto otangga ham. Sen meni aldading. Endi Sherzod bilan ikkalangning rasmingni ko'rsatsam ham qizim menga ishonmayapti. Menga yordamingiz kerak. Yo'qol bu yerdan. Senga boshqa yordam bermayman. Agar Sherzodning murdasi kerak bo'lsa, lokatsiya bo'yicha Chilonzorga kel.